Assalomu alaykum hammaga. Hozir takrorlanmas robotlar guruhiga kiramiz. Akamiz yangi indikator beribdilar mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shuni hozir telefon orqali qo'yishni o'rgataman. Xolos o'xshash kerak. Mana shunday copyright qilasizlar. Telefondan qo'yib bering, telefondan qo'ysak bo'ladimi deganlar uchun maxsus. Akamiz ham xabarlari yo'q. Men bir qidirib, izlanib topdim. Atak odam qidirsa, izlansa, qilsa bo'ladi hamma narsani. Ilojsiz narsamiz yo'q. Akamizdan shu indikator, nechta indikator tashkilimizni почти 70-80% hammasini qo'yib ishlatib ko'rganman. Atak hamma indikatorlari yaxshi ishlaydi, yaxshi. Mana shu odamlar telefondan qo'ysa bo'ladimi deb turib akani doim jahllanib chiqaradi. Aka hammasini tayyor qilib kompyuterdan qo'yishni o'rgatadilar doim. Hamma indikatorni ham telefon orqali qo'yish o'zi bo'lmaydi. Bu faqat Trading View'niki. Trading View'ga qo'ysa bo'ladi. Mana copyright qilib oldik. Shuni copyright qilasiz. Chiqib turib Trading View'ga kirasiz. Internetim o'chib qolgan ekan, uzr. Ochildi. Menda hozir shunaqa indikator yoqilmagan, mana o'chiq turibdi. Mana shu o'zi takrorlanmas robotlar kanalidan olingan indikatorlar hammasi mana ishda yoqsa bo'ladi. Mana shunaqa. Endi menga kirasizlar, mana 3 ta nuqta bor bu yerda. Kirganingizda eng pastga tushasizlar. Pastga tushgan redaktor bor. Mana shunga kirasizlar. Bu yerda o'zi qo'yib bo'lganman o'zi aslida. Yana bir marta sizlarga ko'rsatib berish uchun qo'yibman. Mana shu nomiga bosasizlar, sozdать indikator qilasizlar. Indikator qilgandan keyin menga kirib turib, o'chirib tashlaysizlar. Doim akamiz ham aytadilar, kompyuterdan ko'rsatadilar. O'chirasizlar shuni. O'chirmasang bo'lmaydi. To'liq o'chirish kerak. Mana o'chishdi. Endi o'chgandan keyin ustiga bosib tursalaring chiqadi. Kopiyani tagida поставить degan qasi bor. Разрешение вставить qilasizlar. Yana bir marta qaytadan вставить chiqadi. Вставить bossalang mana qo'yildi, tushdi. Okey qilib turib, keyin загрузкаga bosasizlar, загруз qiladi. Menda borligi uchun 1 sifra chiqdi. Agar bo'lmaganda shunda yozuvni o'zi chiqardi. Endi boshqa iloji yo'q, сохранить qilamiz. Birda endi сохранить qilish uchun открыть papka qilamiz. Mana 1 turibdi. 1 yulduzcha qilib qo'yamiz. Mana tepaga qo'shildi, mana ko'rayotgan bo'lsang. Закрыть qilamiz, chiqib ketamiz. Bu yerga kiramiz. Indikatorlarga. Indikator 1ga bosamiz. Qo'yildi indikator. Mana shu akamiz indikatorlari. Hali men o'zim tekshirishga uspet qilmadim. Sel beribdi. 4324 dan 4294 gacha oqib beribdi. Yaxshi natija, yomon emas, zo'r. Hatto bay bergan. Mana bugungi holatda 15 minutlik holatda ichida mana soat 4 da bay bergan. Bay masalan 4319 gacha ko'tarib beribdi. Atak bu yoqqacha kelgan. 4331 gacha. Yomon emas. 75 dan bergan bay. 75 dan bay beribdi. Yaxshi. 4330 gacha. Yomon emas. Hamma